Diqqat! Shoshilinch tezkor xabar. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan taniqli aktrisa Gulchehra Sa'dullayeva bugun tongda 76 yoshda. Afsuski, muxlislar uchun noxush xabar. Marhumning haqqiga duoda bo'ling. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Gulchehra Sa'dullayeva 76 yoshni qarshi oldi. O'z davrining eng go'zal va mahoratli aktrisasi sifatida minglab muxlislar ko'nglidan joy olgan san'atkorning hayot yo'li faqatgina olqishlardan iborat emas. Aktrisaning tavalludi munosabati bilan uning hayoti va ijodiy yo'liga nazar tashlaymiz. Gulchehra Sa'dullayeva 1950-yil 12-aprel kuni Toshkent shahrining Kamolon mahallasida Hamidulloh aka xonadonida dunyoga kelgan. Onam 28 yoshda beva bo'lgan. Juda baxtli oilada to'ng'ich farzand bo'lib dunyoga kelganman. Abdulla Qodiriyning xoki to'kilgan joy Kamolon mahallasida tug'ilib o'sganman. Mendan keyin shoira singlim, undan keyin ukam Baxtiyor tug'ilgan. Ammo hayotimiz birdan qorong'ulashdi. 6 yoshga to'lganimda otam rahmatli vafot etdi. Onam sho'rlik esa 3 bola bilan 28 yoshda bevalik to'nini kiydi. Onajonim bizlarni u qadar yaxshi hayot bilan ta'minlamadi demayman. Ammo otam juda katta ishda ishlagan bo'lgan. Otam vafotidan keyin onam dovdirab qolmadi. Fabrikada ishlab, yemay, ichmay 3 farzandni katta qildi. Onam kun bo'yi ishda bo'lardi. Biz esa Oliya buvim bilan uyda qolardik. Har kuni uyimizga notanish ayollar kelishi e'tiborimni tortardi. Onam ishdan qaytgach, nega uyga kiritdingiz deb yig'lardim. Bola ekanman, buning sababini tushunmasdim. Keyin bilsam, notanish ayollarning bari sovchilar ekan, ammo onam ularni hech biriga rozilik bermadi. Turmushga chiqmayman, hayotimni farzandlarimga bag'ishlayman degan gaplarni mag'zini ancha kech tushundim, deydi aktrisa. O'yinchoq fabrikasida ishlaganman. Gulchehra Sa'dullayeva bolalikda tortinchoq va nihoyatda uyatchan qiz bo'lgan. U fe'li uchun onasidan ko'p tanbeh eshitgan. Aktrisa nimalarga qodirligini isbotlash uchun kitobga mehr qo'yadi va kitob uning nafaqat ilmini, balki nutqini ham rivojlantiradi. Onam rahmatli katta bo'lganda hech bir kasbning etagidan tutolmaysan degan gapni ko'p gapirardi. U inson nihoyatda mehribon bo'lgani bilan tarbiyamizga jiddiy e'tibor berardi. Shu boisdanmi tanbehlarni ham ko'nglimga og'ir olmasdim. Aksincha, nimalarga qodir ekanligimni isbotlashga harakat qilardim. Onam o'yinchoq fabrikasida ishchi edi. 3 oylik kanikulda men ham ishlayman deb fabrikaga ishga qatnardim. 6-sinfdan boshlab yozgi ta'tilni fabrikada o'tkazganman. Onamga qo'shilib, qo'g'irchoqlarga ko'z qosh chizardim, deydi aktrisa. Oy nurida Qodiriy kitoblarini o'qir edim. 14 yashar paytimda bir qo'limda Abdulla Qodiriyning Mehrobdan chayonni tutgancha bir qo'limda supurgi bilan hovli supurardim. Shu sabab buvimdan gap eshitib kaltak ham yeganman. Ular soat kechki 10dan keyin shartta chiroqni o'chirib qo'yardi. Ertaga maktabga borishing kerak, kitobingni yig'ishtir derdi. Qodiriy kitoblarini sevib o'qir edim. Buvimning menga rahmi kelib, ertaga ko'zoynak taqib, shunaqa xunuk qiz bo'lasan, hech kim seni kelin qilmaydi deb qo'rqitardi. Shundan so'ng har kuni kechki payt buvimning uxlashini kutib, soat 12dan so'ng derazadan oshib tushib, hovlimizdagi supacha ustiga chiqib, oy nurida Qodiriy kitoblarini o'qib o'tirardim. Onam jurnalist bo'lishimni istagan. Gulchehra Sa'dullayevaning onasi qizini jurnalist bo'lishini orzu qiladi.
Qiz esa jurnalistik bilan birga tibbiyot sohasiga qiziqadi, ammo maktabdan teatrga qilingan birgina sayohat uning kasb tanlash haqidagi rejalarini o'zgartirib yuboradi. U Alisher Navoiy spektaklini ko'rib, aktrisa bo'lishga ahd qiladi. Albatta, bu uning onasi va buvisiga ma'qul kelmaydi. Onamga yolg'on gapirganim uchun haligacha vijdonim qiynaladi, chunki onamga O'zbekiston Milliy universitetiga hujjat topshiryapman deb to'g'ri san'at oliygohiga borganman. Ijodiy imtihonlardan a'lo baholarga o'tganimdan keyin insho yozishim kerak edi. Insho yozganimizdan keyin imtihon olgan dotsent domlamiz, qiz a'lo baholarga o'qigan ekansan, abituriyentlarning inshosini tekshirib yubormaysanmi degan. Xursand bo'lib qizil ruchkada xatolarni izlab o'tirsam, eshik zarb bilan ochilib, titrab onam kirib kelgan. Uyalmaysanmi? Senga shunaqa tarbiya berganmidim deganida tamom bo'lganman. Keyin bilsam, abituriyent qog'ozim uyda qolib ketgan ekan. Onam avvaliga san'at oliygohida o'qishimga jiddiy qarshilik qilgan. Ustozlar o'rtaga tushgandan keyin rozi bo'lgandi, deydi aktrisa. Tasodifan rolga tasdiqlanganman. Gulchehra Sa'dullayevani chin ma'noda baxtli aktrisa deyish mumkin, chunki u barcha aktrisalar orzu qiladigan rolni hali o'qib tajriba orttirmay turib ijro etgan. Institutdagi dugonam televideniyada kasting bo'layotgani haqida aytib qolgan. Bir marta bo'lsa ham televideniyani ko'ray deb unga hamroh bo'lganman. O'shanda turkman yozuvchisining asari asosida 4-qismli badiiy film suratga olinayotgan ekan. Tasodif sabab rolga tasdiqlanganman. U rol juda mashhur bo'lib odamlar og'ziga tushgan. Uni rejissyor Yo'ldosh A'zamov ham ko'rib, shu qizni ham kastingga olib kelinglar debdi, chunki u o'tgan kunlar filmini suratga olishni rejalashtirib yurgan ekan. Kastingga borsam, birgina Zaynab roliga 350 dan ortiq nomzod kelibdi. Vodiydan sochlari uzun, qoshlari qalin, oppoq qizlar kelishganki, Abdulla Qodiriy Zaynabni qanday tasvirlagan bo'lsa, xuddi shunday. Men esa Kamolonning oddiy qora mag'iz qiziman. Xullas, hamma qatori kasting topshirdim va yakunida rolga tasdiqlanganimni aytishdi. Shunday quvondim, uni so'z bilan tasvirlab bera olmayman, deydi aktrisa. Rejissyorning talabini eshitib yig'lab yubordim. O'tgan kunlar filmini suratga olish ishlari Shohimardonda bo'lib o'tgan. Yosh va tajribasiz Gulchehra Sa'dullayeva mashhurlar sabab o'zini boshqa sayyoraga tushgandek his qilgani va rejissyorning talabini eshitib yig'lab yuborgani haqida aytib berdi. Haqiqatan ham filmdagi eng tajribasiz aktrisa o'zim edim. Ovqat payti ham laganga qo'l cho'zmay aktrisalardan ko'zimni uzmasdan ularning gapirishidan tortib, o'zini qanday tutishi ham menga qiziq edi. Ammo bir sahnada suratga tushishim juda qiyin kechgan. Yo'ldosh A'zamov Zaynab Otabekni sog'inib, yuzidan bo'sa olishi kerakligini aytgan. Buvimning "Sen qiz bolasan, yuzimni yerga qaratmagin" degan gaplari yodimga tushib, bu sahnada suratga tushmayman deb oyoq tirab olganman. Rejissyorning jahli chiqib, "Sen aktrisasan" deganda, "Yo'q, men oddiy ishchiman, bunday qila olmayman" deb javob berganman, deydi aktrisa. Rol sabab homilam qurbon qilganman. Gulchehra Sa'dullayeva san'atni haqiqiy fidoyisi bo'lgan. Hatto u intervyularning birida fidoyilik sabab homilasidan ayrilgani va buning uchun haligacha kechalari yig'lab chiqishi haqida ham aytib bergandi. Oygul va Baxtiyor spektaklida Oygul rolini ijro etganman. Partnyorim turmush o'rtog'im edi. Premyera kuni barcha ustoz san'atkorlar kelishgan. Biz ham jiddiy tayyorgarlik ko'rgandik. O'shanda qornimda 7 oylik homilam bor edi, ammo bu haqida hech kimga aytmagandim. Qahramonimning erkaklarga xos sovutlari sabab atrofdagilar ham bu haqida bilishmagandi. Xullas, Baxtiyor bilan qilich tushadigan sahnada oyog'im toyib, qornim bilan yerga yiqilganman. Birdan tobim qochib, parda tushirilgan. Teatr rahbari ahvolimni ko'rib spektaklni to'xtatmoqchi bo'lgan. "Yo'q, oxirgacha o'ynayman" deb bir amallab rolni ijro etganman.
Sahna yopilishiga tez yordam mashinasi kelib tug'ruqxonaga olib borishgan. Afsuski, zarb ta'sirida homilam nobud bo'lgan ekan. Chiroyli qizalog'imga Oygul deb ism qo'yganmiz. Bu fidoyiligim uchun o'zimni kechirmayman. Kechalari yig'lab chiqqan paytlarim ham ko'p bo'lgan. Rol uchun bolamni qurbon qilganimdan afsuslanaman, deydi aktrisa bergan intervyusida.